Assalomu alaykum Zafar Umra obunachilar. Sizlarni 14 kunlik paket Umra ibodati bilan, xalq sayohati bilan biz bilan birga kelishga taklif qilib olamiz. 14 kunlik paketimizni Xudo xolasa 13 kunini Madina Munavvarada, 11 kunni Makka Mukarramada o'tkazamiz. Madina Munavvarada Uhud tog'lariga, Xurmo bog'lariga, Qiblatay masjidlariga, Qubo masjidlariga, payg'ambar ravzalariga sayohatlarga olib boramiz. Bundan tashqari mana jamoatimiz bilan birgalikda yuribmiz. Jamoatlarimizni hammalarini mana birgalatib Makka Mukarramaga kelgandan keyin Makka Mukarramada Xudo xolasa Qizil dengizda chiroyli ajoyib sayohatlar bilan yuribmiz. Hammalariga shu joylarga kelish nasib aylasin. Mana Tojikiston kelgan mehmonlarimiz bor. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan, Namangan viloyati, Buxoro, Navoiy viloyati, har xil viloyatlardan kelgan mehmonlarimiz bor. Mana hozir hammalari Qizil dengizda sayohat qilib birgalikda yuribmiz. 14 kunlik paketimizni Madina Munavvarada 2 mahal taomlar bilan, Makka Mukarramada 3 mahal taomlar bilan hammasi sayohatlar bo'ladi. Mana Qizil dengiz, Arafat tog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, bundan tashqari Nur tog'lari hamma yoqqa sayohatga boramiz. Sayohatga chiqqan mana hoji akalarimiz, hoji onalarimiz mana hozir Qizil dengizlarda sayohat qilib yuribdi. Mana endi hozir so'z navbatini beramiz. Qani bizni sayohatlarimiz, ibodatlarimiz qanaqa chiroyli bo'lgani haqida Tojikistondan kelgan hoji tog'am hozir o'z so'zlarini aytadi. Mana o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Hoji tog'a assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Assalomu alaykum hoji tog'a, yaxshimisiz? Tuzdingmisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Ibodatlar yaxshi bo'lyaptimi yo kamchiliklar bormi? Yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma ziyoratlar yaxshi o'tyapti, kamchilik yo'q. Rahmat Nolloga hamma vaqt orqamizdan yuryapti. Mana Qizil barga olib keldi, mana tomoshalab, rohatlab yuribmiz. Hoji tog'am gapingizni beraman. Hoji tog'am tojikcha gapiradi. Hoji tog'am Tojikistonlik mehmonlar ham buni YouTube kanaliga tashlaymiz, hamma ko'radi. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib Zafarbek Umra deb yozsanglar, kanalimdan chiqasizlar. Bu meni kanalim. Telegramda Telegramda kanalim Umra narxlari deb yozsanglar, hoji onalarimiz, hoji tog'larimiz hammalarini ko'rasizlar. Bemalol har videolarda ko'rib turasizlar. Bular qayerga sayohatga olib boraman, qayerga ziyorat qiliraman, qachon ibodat qiliraman, hamma narsani programma qilib qo'yganman. Sizlar pastda nomerga telefon qilsanglar, o'zim xudo xolasa sizlarni 14 kun xizmatingizlarda mukammal xizmat qilib beraman. Hoji tog'am mana hozir Tojikistondan Qo'rg'ontepa viloyatmi? Viloyatidan kelgan. Mana Tojikiston fuqarolarimi, O'zbekiston fuqarolarimi, Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi? Bizga farqi yo'q, hammasi inson, hammasi o'zimizni bitta millat, elatmiz biz. Hammamiz bitta elat hisoblanamiz. Shuning uchun hammalarimizni birgalikda shu joylarga kelib ibodat qilish nasib qilsin. Nomerlarga murojaat qilib, bemalol joylarda egallashinglar mumkin. Ramazon oylariga ham xizmat qilamiz. 35 kunlik, 21 kunlik, 14 kunlik paketlarimiz bor. Ramazon 1-10 kunligi, 2-10 kunligi, 3-10 kunligi hamma xizmatlari bor. Shularni qaysi birini xohlasanglar qilasizlar. Bundan tashqari sizlarga oilaviy semenni turaman desanglar, xonalarda alohida qilib beraman. Mana hozir Tojikiston fuqarolariga hozir tojikchalab hamma narsani gapiradi. Murojaat qilasizlar, biz xizmat qilamiz, xudo xolasa inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodarimni izzatman, hoji domlo firma dora ina mora tamosho gardon ham haji umrara gizarun pesh-peshmon gardon hamma joy xosham kambudi nadora, avqotsham kambudi nadora, ina bari sir tamoshomonor bu ko'hoda tamosho hamasha megardona yagon kambudi nadorad. Marhamat kasi talabgor boshad, Ramazondam ham 15 roza dorad, ham 18 roza, ham 1 moha. Kasi xohishmand boshad, ina hast raqamoy telefonش هست کار میکنه دویم. اینا مرحمت کنید. گپ زنید بیا اگر شما را خدای تعالی ملائکه در روز عذرات که لبیک گفته باشه ان شاء الله با اون راستی خدا میایین شما. نصیب خانه بگردوند. پروردگار شما را حاجتنا قبول بگرداند، مقبول بگرداند. پروردگار اجدادوری عالم همه مومن مسلمان پروردگار به همین مقصد برسه. بیمار را شفای کامل عطا کنه، غایب را حاضر کنه. حاجی الله نوایی اگه جایی که باشه خدای توشکن سوار میکنه و دادم را همه کم دیوش نیسته نغزه همین خدمت میکنه خودش خدا بخواه کلان سال نیسته میونه های کاونه میره دم نمیگیره میدود کار اجرا میکنه پروردگار همه شما رو
و خانه خدا نصیب بگردونه و پروردگار روزی بگردونه و باز هم بیای خانه را زیارت کنید. اللهم صل علی سیدنا و رحمنا اجمعین برحمتک یا ارحم. Allohu akbar. YouTube kanal Zafarbek Umri. Kanalش YouTube kanal Zafarbek Umri. Zafarbek Umra. Yozasizlar. همین ده بنویسه میبروی همش. Ha, Telegram kanal. Telegram kanalش Umra narxlari. Umra Narxlari. narxosh. Ha. Shunaqa qilib yozsanglar, mana xudo xolasa, men o'zimga telefon nomerlari bor, murojaat qilasizlar. Tojikiston fuqarosimi, Qirg'iziston fuqarosimi, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi farqi yo'q. Hamma uchun bir xilda xizmatni qilamiz. Bizga qariyalarni, onalarimizni, otalarimizni duolari kerak bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'ngillarda, qalbinglarda bo'lsa shu joylarga kelish, like bosinglar iltimos. Like sizlarga hech qanaqa ziyon keltiradigan narsa emas. Bosib qo'ysanglar, o'zingizlar yaxshi bo'ladi. Biz ham sizlarning xizmatingizni qilamiz. Mana Madina Munavvarada, Makka mukarramada chiroyli xizmatlarni qilib yuribmiz. Mana ko'ryapsizlar. O'shaning uchun sizlarga bemalol shu yerga kelishlarni, yordam berib kelganingizda sizlarning xizmatingizni qilamiz deb kelyapmiz. Birodarlar, tushuninglar, kelinglar, birga sayohat qilamiz, birga ziyorat qilamiz, birga ibodat qilamiz. Hamma narsa bo'ladi. Ibodat ham qilish kerak, sayohat ham qilish kerak. Yurtimizni podshohimizga, hokimlarimizga, rahbariyatlarimizga hammalariga ko'z tegmasin. Qilayotgan xizmatlarni, ajri savoblarini Alloh o'zi ularga berib, ularni ham oila a'zolari bilan, yurtimiz bilan faxrlanib, chiroyli bizlarning xizmatlarimizni qilib, mana erkinliklarni ko'ryapsizlar. Namoz o'qisak sharoit bor, sayohatga borsak sharoit bor, ibodatga borsak sharoit bor. Bunday O'zbekiston vatanimizni sevib, yashnab, gullashiga hammamiz hissamizni qo'shishimiz kerak. Vatan haqida shubha, vatan haqida gumon, bu narsalar yaxshi narsalar emas. Chunki bu vatanda bizlarga Alloh bizlar uchun bergan vatan, bu vatanda ardoqlash, tinchligini saqlash, obodonlashtirish hammasi butun O'zbekistondagi 7 yoshlardan 5 yildan qabrgacha ketadigan insonlarning vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun hammalarimiz ko'z tegmasin, vatanimizni sevib, chiroyli rahbarlarimiz so'zlariga quloq solib, chiroyli ibodatlar bilan yurishni nasib aylasin. Allohning baytini, payg'ambar ravzasini ziyorat qilishni nasib aylasin. Amin. Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. 2 fevral kuni Xudo xohlasa keyingi safarimizni davom ettiramiz. 2 fevral kuniga kim boradigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, joylarni egallanglar. Men o'zim kelib birgalashib, olib birga olib kelib, hamma amallarda qildiraman. Xudo xolasa inshaalloh sog' salomat bo'lsak. Alloh barchamizlarga Allohim rizqimizni halol, umrimizni mazmunlik, rizqimizni halol qilsin, barakotli daromadlar hamda farzandlarimizni namozga, Qur'onga muhabbatli qilsin.